yurtboshim osmonning ostida yerning ustida Sidday podsha kam keladi. Yaxshi otni qancha chopsang dami bor, yomon otni qancha chopsang kami bor. O'zbekning o'zbek degan nomi bor. Jahonga tanitdingiz O'zbekistonda yurtboshim, endi o'zbekning nima g'ami bor? Maqtad shahid qo'shar elning shahdiga, o'zbek el ham ustuvor o'z ahdiga. Aman bo'ling ozod vatan taxtida yer. Siz ham aytaylik, o'zimga faraz qilyapmanki, ancha muncha erkaklardan qo'rqmaysiz. Shunaqa, kelishdim. Kelinglar. Bizni televizorlarga ko'radi. Sizlar qanday yashayapsizlar? Rozimisizlar hayotdan? Endi sog' salomat bo'lib yursak, to'ylarda uchratsak, eng baxtli davrlarimiz shu. Kimda qanaqa to'y kutilyapti? Mahallamizda kecha bittamiz biz berib yuboribmiz. Ko'pchiligimiz to'ymizda. Kuzdami? Kuzda. Brigada boshlig'imiz kuzda emas, yana 2 oyda to'y qiz chiqaradi brigada boshlig'imiz. Kuzdada. Brigada oddiy menga. O'g'lim uylaveradi. Topshiriq bersin. Qani? Siz yuzga kirganda meni chaqirasiz. Nasib bo'lsin. Xo'pmi? Bir hafta to'yini o'tkazamiz. Xo'pmi? Sizni didoringizni ko'rmoqqa ishtagan edim. Xudoga ming qancha shukr didoringizni ko'rdim. Men sizga qarasam siz ancha tetik, mendan ham tetik ekansiz. Shuning uchun men havasim keladi. Bu siringiz nima, bobo? Qani gapiringchi. Sirim meni umrimda ko'p kultivatsiya traktorga o'tdi. Voy. Men ham endi kultivatsiya o'tirishim kerak. Endi boshqa ko'p amaldor ishni qilganim yo'q, qarab shu ish bilan keldim. Amaldorlarning ishi og'ir bo'ladi-da. Endi shuni meni shunga bo'lmaganman. Og'ir bo'ldi. Rahmat. Mana ayting, nechta nevarangiz bor? Nechta nevarangiz bor? Nevaram nechog'ir 30 dan ko'p. Hisobi nima adashasiz? Kallamam bo'lmay qoladi. Seniki nechov? 8 xudoga shukr. Oqsoqol sizni qiynaydimi yo munosabat qanday? Buvaga tushgan bilamga 17 yoshga edim. Hech yomon yaxshi urush janjal o'tmagan ichimizdan. 14 ta farzandni katta qildik. Hammasi uyli joyli. Bola chaqalik. 45 ta nevara bor bizga. 45 ta ekan, siz 40 ta deyapsiz. Hisoboti yo'q ekan. Qanaqa orzularingiz bor? Endi orzum bu yil yaxshilab paxtani plan to'ldirib, buvaga bir Nexia mashina olib mindirishimiz kerak. Ana. To'g'ri ballar? Qo'lni bering. Nasib bo'lsa. Qo'lni bering. Bo'ladi. Bu kishini mashina olishga 50% o'zingiz to'lasa agar biz ham yordam beramiz.